Sammoyka bir kunda necha pul ishlab topadi ko'ramiz. Okalar, dollarlarni ko'rasizlarmi? Rost ekasi, mana buni qaranglar. So'mni ko'rasizlarmi? Qancha pul kerak? Biratan sammoyka ochib qo'yganlar, soqqani bosyaptilar. Bu videoni biznesmen akalarga tez jo'natamiz. Men bu pul uchun bitta like bosib qo'yinglar. Kecha soat 1 bo'ldi akalar, ko'rayotgan bo'lsanglar, mashinalar to'la, 7 ta boks 24 soat pul ishlab yotibdi. Shu sammoykaga 70 ming dollar pul ketgan ekanda. Agar 24 soat zo'r ishlab tursa, shu 70 ming dollari 6 oy, 7 oyda bemalol chiqarib qo'ysalar bo'ladi. Keyin qolganini foydaga ishlab o'tiraverasiz akalar. 100 ga yaqin sammoykalarni abrodinasini Doston akamning o'zlari ta'minlab berganlar. Nima uchun klientlar sizlarga ishonib abrodinalarni xarid qilishyapti aka? Biz mahsulotlarni Yevropadan olib kelamiz. Konsol, pistolet, pompani italyansini qo'yib beramiz. Qolgan mahsulotni ham sifatli qo'yganimiz uchun klientlar bizga ishonishyapti. Sammoykani qurishga ko'p vaqt ketmaydi. Fattoh akam shu sammoykalarni qurilishini sizlarga tez qilib beradilar. Komandalari ham kuchli. Oka, shu sammoykani qurishga qancha vaqt ketdi? Yeriga qarab 40 kundan 50 kungacha qilib beryapmiz. Ibrohim aka ko'plar sammoyka qurishni oson deb o'ylashadi. Bitta boksni 10 ming dollardan ko'proq mahsulot qilib qo'yishyapti. Keyin bizga aloqaga chiqadi yordam berishimiz uchun. Biz yordam beramiz. Bizda qurilishlar ko'p. O'zingiz yaxshi bilasiz. Mahsulotlarimizni optim narxda olganimiz uchun bizdan arzonini topa olmaysizlar. Uyda soqqani bosayotgandan ko'ra, undan ko'ra soqqani soqqiga uringlar-da, mazza qilinglar. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, past nomerni qoldirganman. Avtovashga ham podpisatsiyani tashlab qo'yinglar. Videoga like bosishingizdan chiqmasin.